Nurg'un odamlar deydi, bundaq ahvolasida ba'zanlar balkim buni ko'rib turayotganlar nurg'unlar bizning bexatarligimizga qanday kafolat qilsa deyish mumkin. A'zolarning maxfiyatligi va bexatarligi partiyaning hayoti. Bu mening 1988-yili izchil tashkilotni qurgan vaqtimizdagi tashkilotimizning birinchi moddasidir. Ya'ni a'zolarning hayoti, izchilarning hayoti deganda. Xudoga shukr 1988-yilda men bir odam kirdim turmaga. 1992-yilda men bir odam kirdim turmaga. Partiyaning boshqa tashkilotlarda pash bo'lgan a'zolarning hammasi asosan o'zining yo'li bilan pash bo'ldi. Partiyaning umumiy oltida emas. Shunga men umuman o'ylaymanki, bu jihatda men vatandan kelgan 30 yillik tajriba va tarixiy isbotlarim bor. Her qanday bir a'zoning maxfiyatligidan faqat kotib, partiyaning istixborot xodimi va arxiv saqlovchilar xabardor. Ya'ni bu xil ahvol ostida bizda navar men qaslib etilsam, tunugin bir xabarni ko'rdik, muayyan bir shirkatda kishilarning pulini hisobotini boshqargan bir shirkat barliq kelib ekan. Bu shirkatning barliq hisobotini bir odam bildiki, bu odam o'lib ketganligi tufayli bu shirkatning soliq ma'lumot yo'qolib ketib, nurg'unlar pulni ololmabdi. Bizda undaq ish bo'lmaydi. Biz huquqni ishqibotchiliganga o'xshash maxfiyatlikni ishqibotchilaymiz. İmtihandan o'tgan, vatanniki vaqtida kurashga atlangan va vatanniki vaqtida bomba partiyamanda tush buyrug'i chiqarilib, qochib yurib, eng oxiri Shvetsiyada o'tirishgan qiyrilishimiz Abdushukur. Bu bizning vatandan tartib inqilobi hisoblashimiz, biz vatandilla tunishimiz. Balkim shu chog'da xabaringizda bor, Abdushukur qiyrilishimiz Aqsuda bomba yasaymizda, bomba sinaq qilish jarayonida qiyrilishimiz Spartak bo'lib ketib, Abdushukur shu paytda tush buyrug'i chiqarib, qochib yurib, Hindiston orqali chetlarga bo'lgan qiyrilishimiz, nurg'un sinaqlardan o'tgan vatanparvar bir qiyrilishimiz. Biz vatandan tartib tunishgan va bilishgan boshqa va chet ellik nurg'un inqilobiy odamlarning siyosiy hayoti bilan Abdushukur yaxshi bilishgan boshqa biz yaxshi hamkorlik o'rnatdik. Bu partiyamizning qo'lliq a'zolaridan biri. Shunga biz yana bir boshqalarni oshkorlashning o'rni yo'q. Xalqlik paytda men o'lib ketgan chog'da meni o'rnimga chiqadigan yana bir odam bo'ladi. Abdushukur o'lib ketgan chog'da Abdushukurning o'rniga chiqadigan yana bir odam bo'ladi. Ammo uni biz bunday aytgan chog'da ikki orqali birini to'liqlaymiz. Bir orqali ikkini to'liqlamaymiz. Bunday bo'lgan chog'da biz xatolikdan saqlanish bilan birga partiya a'zolarining maxfiyatligini saqlash bilan birga yana partiyaning sondonining yo'qolib ketmasligi va bizning izlarimizning o'chib ketmasligi ishning yenidan boshlanmasligiga kafolat qila olamiz. Shunga birli vaqtda men va Abdushukur o'tib ketgan taqdirdami, arxiv saqlovchi arxivni o'tirga chiqib, ya'ni o'zining kimni izlashini biladi. Jiddiy paytda men bo'lmasam va Abdushukur bo'lmasa, u kimni izlash kerakligini biladi, garchi boshqa narsani bilmasizmi? U shuning ishlarini topshirdi, ishini qaytadan yangilib yapmaganlar degan gap. Bu bizning vatanlik nurg'un sinoqlardan o'tgan shu Xitoylarning eng qattiq rejim sistemasining ichidami bexatar holda saqlanib chiqargan bir sistema. Bu sistemaning tafsilotini to'xtalishni hojat yo'q deb qarayman. Biz vatandan kelgan 30 yillik tajriba va o'zimizning amaliy fidokorlik isbot orqali bizning partiyamizga qatnashgan, bizning partiyamizning iqtisodiy jihatdan va boshqa jihatdan qo'llaydigan odamlarning bexatarligiga to'liq kafolat qilamiz. Shunga menga ishlangan har qanday qiyrilishimiz partiyaga qatnashish haqida ilk mas'uliyat bo'ladi. Mana bu biz partiyaning umumiy qurilmasi deb qaraymiz. Xuddi bu uyushurni mustaqil o'xshash bu bek ko'p tashkiliy qurilmalarga misol qilindi. Partiyaning amaliy gavdasi g'oyat zo'r holatda bo'ladi. Buning oshkor qismi bo'ladi uchida. Kishilar masalan menga qarab partiyaning nishonini, partiyaning nima ekanligini bilishi mumkin. Agar mendak bir nishon bo'lib turib turgan bir odam bo'lmasa, biz nishonimizni topa olmaymiz. G'oyat shu men jonni alqanga pul chiqdim o'tirga. Mana men nishon atsang mana men deb. Men bir tarafdan Xitoyning atgan nishoni bo'lishdan birlikda qarindoshlarimizni mundaq aytgan chog'da men nimaga o'xshayman o'zim desa, bir bayroq ko'tarib turgan bir askarga o'xshayman. Mushak yig'ilimiz biz. Men rahbar emas, ammo bayroq bizning rahbarimiz. Mush bayroq ya biz yig'iladigan ya shu. Bizning oshkor bo'lishimizga sababimiz shu, ya'ni partiyaning oshkor qismi bo'ladi ustida. A'zolarning bir qismi navod men oshkor bo'lishini xohlayman. Jinim pido bo'ldi, sen o'xshash men oshkor bo'lib, zodi boshqa nima ekanini kalsam deydigan pidokor qarindoshni bo'lsa, albatta qarshi olamiz. U partiyaning oshkor qismida a'zo bo'ladi. Va yoki buning oshkor bo'lmaslik tegishli a'zo ekan bu deb qarsak, buni siz hozircha oshkor bo'lmay turing deb oshkor qilmaymiz. Bu aslida tutib turdi. Amaliy kuchimiz bizning ost tarafimizda. Shung bunday ahvolasida nurg'un a'zolarni biz amaliy gavdamizga maxfiy a'zo qabul qilamiz. Bu maxfiy a'zolarning o'zining o'taydigan har xil vazifalarida ba'zilari yolg'iz iqtisodiyotni vazifa o'tishi mumkin. G'oyalari bizning amaliy planlarimizni, siyosiy planlarimizni ishga oshirish mumkin. Ba'zanlari kelgusidagi texnik planlarimizni tayyorlab qo'yish mumkin. Ba'zanlari bizning dushmanimiz yoqqa kirib turib, dushmanlarimizni aldashga ishlatilishi mumkin. Buni texnik tafsiliy so'zlashimiz lozim yo'q, ammo har qanday bir tashkiliy qurilma ham oshkor qismidan ham amaliy gavdadan tashkil topmas olmaydi. Bizning harakatlarimizmi va planlarimizmi oshkor plan va maxfiy plandan. Yig'ilishlarimizmi oshkor yig'ilish va maxfiy yig'ilishdan. Harakatlarimizmi oshkor plan, oshkor harakat va maxfiy plan, maxfiy harakatlardan tashkil topmas olmaydi. Shunga partiyaga kirgan har bir qilinishimizga ularning bexatarligiga bizning to'liq kafolat qilganligimizga va'da berishdan birlikda bizning oshkorlamaydigan nurg'un planlarimizning bog'lig'iga ishonish kam chaqirman. Qanday odam a'zo bo'la oladi o'sirga degan savolni so'rash mumkin ba'zi qarindoshlarimiz. Bunun mening beradigan javobim Sharq Turkistonliklarning mustaqil davlat qurish huquqi uchun vosita tanlamay kurash qilish huquqining barligiga qoyil bo'lgan. Birinchi shart bu. Partiyaning programmasi tashkiliy intizomiy va nizomnomasini e'tirof qiladigan. O'zining iqtisodini, o'zining bilimini
o'zining vaqtini va tajribasini Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun sarf qilishni xohlaydigan. Mushu odam partiyaga a'zo bo'ldi. Biz partiyaga a'zo bo'lish uchun Sharq Turkistonlik bo'lishni talab qilmaymiz. Agar bir chet ellik Sharq Turkistonliklarning mustaqil davlat qurish huquqi bor deb qarasa, u bizga qatnashsa va partiyada ijro kollektivi qatnashib to'p qo'ysa bo'laverdi. Xuddi Betyon ayni vaqtda Junkom partiyasini urishga to'p qo'shganga o'xshash. Chunki biz ittifoqlashishga muhtoj. Biz qo'shinni qurishga emas, qo'shinni kengaytirishga muhtoj. Şoň nişanımız ortak bolgan her qandaq bir adam bizning partiyaga kelsa, partiyaga töp qo'shsa, o'zining iqtidoriga yarasha partiya birkiş o'rinni joriy qildi bo'ldi. Mayli dixon kelsin, mayli o'smir kelsin, mayli qeyri sakrab qolgan men ishlarmayman deb yig'layotgan bir vatanparvar inson bo'lsin, agar u vatanga töp qo'shishni xohlasa, partiya uni qabul qilaveramiz. Uning o'zining tegishli vazifasi va mayli uning soni lozim ba'zi yerlarda iqtisodi lozim, ba'zi yerlarda aqli va tajribasi lozim.